Assalomu alaykum, Omontek platformasiga xush kelibsizlar. JavaScript kursimizning 24-darsini boshlaymiz. Bu darsimizda JavaScriptdagi promiselar mavzusini ko'rib chiqamiz va shu bilan birga event loopni ham ko'rib o'tamiz. Unda darsimizni boshladik. Bugun aytib o'tgandek promise va event loop mavzularini ko'rib chiqamiz. Unda birinchi promise dan boshlasak. Promise ham, event loop ham oldingi mavzularimizga bog'liq, ya'ni asinxron JavaScript mavzulariga. Hop, unda promise dan boshlasak. Promise bu o'zbekchasiga tarjima qilganda va'da. Bu nimani va'da qiladi? Asinxron vazifadan keyingi javobni bizga va'da qiladi. Ya'ni error kelsa ham yoki bizga javob qaytsa ham, mana shu promise bizga javobni olib berishda yoki xatoni chiqarib berishda asqotadi. Promise shunchaki obyekt, faqat bizga oddiy obyektdan farqi asinxron vazifalarni javobini kutadi. Javobi yaxshi kelsa javobni o'zini qaytaradi. Agar javob kelmasa, ya'ni error qaytsa, errorni o'zini ham qaytarib bera oladi. Hop. Unda promisening holatlarini ko'rib chiqsak. Promisening 3 ta holati mavjud. Pending, kutish holati, ya'ni bizning asinxron vazifamiz boshlandi, uni kutamiz nechidir sekund. O'tgan safar set timeout bilan ko'rsatdim. 2000 yozib qo'yganimizda 2 sekund kutardi. Mana shu 2 sekund kutishi pending jarayoni hisoblanadi. Promisedan hali javob qaytmagan. Fulfilled bo'lsa, bu bizga javob qaytdi. Qanaqa javob qaytdi? Backenddan yoki shu set timeoutimiz to'liq ishlab tugadi va bizga to'g'ri biz xohlagan javobni qaytardi. Endi rejected holat. Bu rejected holatida biror bir xato chiqib qoldi bizning operatsiyalarimizda yoki backenddan xato keldi. Mana shu holatlarda rejected bo'ladi holati promise. Bu o'zbekcha varianti promise muvaffaqiyatli bajarildi, promise bajarilmadi va promise hali natija qaytarmagan, ya'ni kutish jarayonida. Endi promise ni yaratib, o'zimiz ishlatib ko'ramiz. Promise qanaqa yaratiladi? Promise konstruktori bor. Unga new kalit so'zi orqali promise yaratamiz. Xo'p, buni ko'ramiz. Konstanta promise deyman shunchaki teng new promise. Bu endi nima holat bizdan? Callback funksiya berib olishimizni. Mana bu holatda callback funksiya bersak, bu callback funksiyamiz o'ziga birinchi resolve ni oladi, ikkinchisi bo'lsa reject ni oladi. Mana o'zi ham turibdi, resolve va reject ni olaman deb. Endi buni qanaqa ishlatamiz? Resolve bu promise holatlari ko'rib o'tganimizda fulfilled ga teng, reject bo'lsa, mana bu yerda o'zi ham yozib qo'yibdi, reject ga teng, rejected ga. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Misol uchun bu yoqqa set timeout yozaman-da. Set timeout 2000 sekund yozdim va bu yoqqa bitta o'zgaruvchi ochaman. Konstanta misol uchun success deylik. True yoki false bo'ladi. Endi 2000 sekund kutadi. Bu yoqqa condition yozaman. Success bo'lsa result ni chaqirib bor, ichiga bizni asinxron vazifamiz muvaffaqiyatli bajarildi deb yozsin. Agar success bo'lmasa, reject funksiyasini chaqiraman. Nega? Mana reason bergin deyapti. Nega bu reject bo'ldi? Success. Misol uchun success o'zgaruvchisi biz xohlagan datani ushlab turmayapti. Ya'ni true ni. Mana shu holatni yozaylik. Hop, mana bu promise yaratilishi.
Bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rsatilgan. Mana. Endi buni ishlatishimiz kerak promisni. Qanaqa ishlatamiz? Shunchaki konsolga chiqarib ko'ring, promis o'zi nima? Ko'ramiz. Promis bu yerda node index.js. Promise pending turibdi. Va 2 sekund kutdi ko'rganimizdek. Lekin bizga javob qaytarmadi. Ya resolve bo'ldimi, reject bo'ldimi? Uni qaytarmadi. Nega qaytarmadi? Biz o'zimiz promise ni ushlab olishimiz kerak. Ya'ni qaysidir joyda bizga ma'lumot kerak bo'lgan joyda promise ni kutib turib, o'sha ma'lumotni olib, keyin ishlatib olishimiz kerak bo'ladi. Endi promise metodlarini ko'rib chiqamiz. Then, catch va finally. Then nima qilib beradi? Promise dan muvaffaqiyatli javob qaytsa, ya'ni resolve bo'lsa, then'dagi callback'ga u qiymat kelib tushadi. Endi catch'da bo'lsa, error kelib tushadi. Ya'ni reject bo'lsa. Finally bo'lsa, finally'ga shunchaki then catch bajarilib bo'lgandan so'ng oxirida finally bajariladi. Xo'p. Endi promise ishlatib ko'ramiz. Promise deymanda promise nuqta mana o'zi chiqarib berdi. Then catch finally turibdi. Then deyman. Bu o'ziga yana bitta callback funksiyalar ekan. On fulfilled bo'lganda mana bu yoqqa qiymat kirib keladi deyapti, value. Mana bu yoqqa value deb bosib qo'yaman. Yoki data deb bosib qo'ysa ham bo'ladi. Umuman farqi yo'q. Va mana shu yerda shunchaki console logga value ni chiqaraman. Endi nima chiqadi menga? Ishlatib ko'ramiz. Node index.js. Mana 2 sekund kutdi. 2 sekund kutgandan keyin bizga qiymatni chiqarib berdi. Bizning sinxron vazifamiz muvaffaqiyatli bajarildi. Shu yerda zenga olmaganimda shunchaki o'tib ketardi. Mana buning ichidagi qiymat hech qachon bizga ko'rinmasdi. Shuning uchun zen catchlar kerak bo'ladi. Endi shu reject bo'lib qolsa-chi, buni false qilaman yoki shunchaki undefined deyman. Undefined. Boshqatdan ishlataman. 2 sekund o'tdi, lekin hech narsa bizga chiqarmadi, error chiqdi. Unhandled promise rejection. Sen buni handle qilmagansan. Ya'ni handle qilmagansan degani, mana catch yozmagansan. Ya'ni ushlab olmagansan. Xato chiqdi, lekin sen ushlab olmading shuni. Endi ushlab ko'ramiz. Catch. Nuqta bilan yozib turamiz orqasiga. Zendan keyin yana bitta zen yozsanglar bo'ladi. Uni hozir ko'ramiz. Catchdan keyin albatta. Bu yoqqa error kirib keladi endi bizga. Error. Bu yerda console logga error o'zini chiqaraman. Boshqatdan ishlataman. 2 sekunddan keyin mana success o'zgaruvchisi biz xohlagan datani ushlab turmayapti. Mana shu holatda ishlatsak bo'ladi promise. Ya'ni promise aytib o'tgandek, obyekt faqatgina bizga asinxron vazifalarni boshqarishda yordam beradi. Undagi qiymatni olishda va undagi xatolarni chiqarib olishda kerak bo'ladi. Endi finally ishlatib ko'ramiz. Finally qanaqa ishlaydi? Ko'ramiz. Ochdim. Bu ham o'ziga callback funksiyalar ekan. Uni ham yozaman. Lekin callback funksiyani bu yoqda hech nima berishim shart emas. Endi console logga shunchaki bizni promise yoki bizni asinxron vazifamiz o'z qiymatini qaytardi deb chiqarsin. Xoh error bo'lsin, xoh bizga mana bu resolve qiymati bo'lsin. Bizga shuni chiqarib beradi. Endi ko'ramiz. Hozir successimiz undefined turibdi, demak reject o'tib ketadi.
success o'zgaruvchi biz xohlagan datani ushlab turmayapti. Bizdan sinxron vazifamiz o'z qiymatini qaytardi. Ya'ni finally har doim ishlaydi. Zen'da ham, kechda ham, kechga tushsa ham, zenga tushsa ham finally baribir ishlaydi. Mana shu holatda. Bu uchtasini tushunib oldik. Endi zendan keyin yana bitta zen ushlashni ko'rsatmoqchi edim. Yana bitta zen ochsanglar bo'ladi. Faqat bitta narsasi bor. Bu yoqdagi zen, birinchi zen return qo'yish kerak bo'ladi, datani. Return qilinadi. Misol uchun value'ni o'zi. Bunda nima ma'no bor desanglar, birinchi zenda yana bitta promise qaytarib, ikkinchi zenni sho'siy bo'ladi. Yoki shunchaki mana shu yoqdagi value'ni o'zgartiramiz. 10 qo'shib qo'yaman. Bu yoqqa shunchaki konsolga value'ni chiqaraman. Bu yoqqa true'ni berib qo'yaylik, ko'ramiz. Nima bo'ladi? Clear tozalayman. Node index.js. Mana bizdan sinxron vazifamiz muvaffaqiyatli bajarildi. 10 ham qo'shilib qo'ygan. Birinchi promise bajarilib bo'ldi. 2 sekund o'tdi. Resolve funksiyasi qaytarildi va bu yoqqa kelib tushdi. Birinchi zenga. Bu zen nima qildi? Value'ni oldi. Value'ni o'zgartirdi. Keyin uni return qo'yardi. Keyin bu yoqdagi zen ushadi o'sha value'ni. O'zgartirilgan value'ni ushadi, 10 qo'shilganini keyin konsolga chiqarib qo'ydi. Mana shu holatda ishlasak bo'ladi va finally o'zi avtomatik chiqadi. Nechta zen ishlasa ham, nechta kechirsa ham finally baribir ishlaydi. Xo'p, bularni ko'rib o'tdik. Endi promise'ning static metodlari bor. Bu promise all, promise raise, promise all settled, promise any, promise resolve, promise reject. Mana shu holatda bizani static metodlarimiz mavjud. Bu promise'dan keyin emas, ya'ni promise nuqta deb turib yaratib olgan promise'imizdan emas. Yaratib olgan promise'imizda faqat then, catch, finally mavjud. Konstruktorning o'zida bo'lsa, ya'ni promise nuqta desak, mana bu yoqda chiqib keladi. Bu yoqda ko'rayotganingiz all, raise, all settled, any, resolve, reject barchasi mavjud. Birinchi bo'lib resolve va rejectdan ko'rib o'taylik. Osonroq. Bu metodlar darhol promise ni resolve yoki reject holatiga o'tkazadi. Ya'ni mana shu yerda promise reject desam, mana bu holatga yozib o'tirishim shart emas. Ya'ni reject deb turib, bu yoqqa mana bu qiymatni olib qo'yib qo'yaman. Shuni olaman, bu yoqqa qo'yaman. Endi bu yoqda boyiga catch ishlataman. Menga o'zi tutib olib beradi errorni. Error, bu yoqqa o'zi console log error. Error bo'lsin, men buni tepadigini o'chirib turaman. Faqat promise rejectni o'z turibdi. Node index.js. Success o'zgaruvchi biz xohlagan datani ushlab turmayapti. 2 sekund kutmadi bu lekin bu kutolmaydi ham, chunki bunga mana bu naqa yozishning imkoniyati yo'q. Bu shunchaki test qilish uchun ishlatsak bo'ladi. Endi reject ishlatib ko'ramiz. Resolve'ni. Resolve ham xuddi shunaqa. Muvaffaqiyatli bajarildi. Zen bilan ishlayman. Bu yoqqa data kirib kelsin. Console logga datani o'zini chiqaraman. Node index.js. Mana, success o'zgaruvchisi biz xohlagan datani ushlab turmayapti. Bu rejectdan qaytgan. Ikkinchisi bo'lsa muvaffaqiyatli bajarildi. Mana bu promise. Xo'p, buni ham ko'rib o'tdik. Endi promise all, promise raise, all settled va any'lar bor.
Endi bularni tepadan pastga ko'rib ketaveramiz. Promise all. Hamma promislar bajarilganda natijani qaytadi. Agar bittasi ham xato bo'lsa, butun natija reject bo'ladi. Xo'p, endi bularni o'chirib tashlayman. Bularni ko'rib oldik. Men buni ham o'chirib turaman. Men buni o'zini qoldiraman. Bu promise 1 deylik. Promise 2 bor bizda. Promise 2. Bu 3 sekund bo'lsin. 3 sekund kutadi. Promise 3'imiz bor. U 500 millisekund kutsa yetadi, ya'ni yarim sekund. Hop, bittasi hammasi true bo'lsin hozircha. Hammasi true bo'lsin. Promise all deymanda, bu yoqqa promiselarni men array deb berishim kerak bo'ladi. Promise o'zi, promise 2 va promise 3. Mana shu holatda. Va buni ham o'zini then catch finalisi bor. Then deyman. Bu yoqqa console log deyman. Bu yoqqa datani olaman. Datani chiqarib ko'ramiz. Bu qanaqa data qaytarar ekan o'zi. Misol uchun bu. Ikkinchi promise ekan bu. Ikkinchi promise muvaffaqiyatli. Bu yoqda birinchi promise muvaffaqiyatli. Promise muvaffaqiyatli. Bu yoqda bo'lsa uchinchi promise. Uchinchi promise muvaffaqiyatli bo'ldi. Hozircha hammasi success turibdi. Shuning uchun catch yozmayman men. Ko'rib o'tamiz. Node index.js 3 sekund kutish kerak. Mana. Arrayda javoblarni qaytardi. Chunki biz array berib yubordik, promise array va u ham bizga datalarni arrayini berib yubordi endi. Birinchi promise muvaffaqiyatli, ikkinchi promise muvaffaqiyatli, uchinchi promise muvaffaqiyatli. Endi bu hammasini kutib turib bitta javobni qaytarar ekan. Ya'ni 500 sekundligini birinchi qaytarmadi yoki 2000 sekundligini birinchi qaytarmadi. Hammasini ishlatib bo'lib, ya'ni 3 sekund o'tgandan keyin hammasini bajardi. Bu nega kerak bizga? Hammasini alohida tutib olsak ham bo'ladi. Lekin shunday holatlar bor. 3 ta zapros ham, ya'ni backendga zapros jo'natishimiz mumkin. Uni keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Yoki 3 ta asinxron vazifamiz ham bir vaqtda bajarilishi kerak, ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lib qoladi. Misol uchun promise 2 ning javobi promise 3 ga kerak. Lekin u 5 sekundda tugab qolyapti. Bu holatda noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni 3000 sekunddan keyin buni ham javobi kerak bo'ladi bizga. Shunda hammasini kutib turib, bitta davo olib, o'zimiz xohlagan biror bir ishni bajarsak bo'ladi. Endi bittasi misol uchun mana bu emas. Mana bu false bo'lib qoldi deylik. False. Ya'ni rejectga o'tib ketadi. Birinchi. Success. Ikkinchi. Uchinchi. Promise all nima qilardi? Hammasini kutib turadi. Hammasi fulfilled bo'lgandan keyin, ya'ni holati fulfilled, ya'ni bajarilgan holatda, resolve holatda bo'lsa, bizga javob qaytarardi. Agar bittasi ham reject holatiga o'tib qoladigan bo'lsa, bu bizda faqatgina rejectni o'zini qaytarardi. All. Bu yoq error qaytsin. Error. Console logga shunchaki errorni chiqaraman. Finally bizga kerak emas. Node index.js. Mana. Birinchi o'zgaruvchi biz xohlagan datani ushlab turmayapti. Ya'ni bizda ikkitasi result bo'lsa ham, bittasi reject bo'lsa bo'ldi, shu tugadi degani. Ya'ni qoyalarning javobi bizga muhim emas. Oldi shunaqa, promise oldi shunaqa. Ya'ni hammasini ushlab turadi.
bajaradi. Agar bittasidan xato chiqib qolsa bo'ldi, o'sha joyi to'xtatadi. Misol uchun endi buni true qilaman-da. True qilaman. Buni false qilaman. Tezroq tugashi kerak. Endi ko'ramiz. Mana. 5 millisekund o'zi tugab bo'ldi. Ya'ni javob qaytib bo'ldi bizda error. Qolganlarni shunchaki oxiriga ishlatib qo'ydi bo'ldi. Lekin bizda javob o'sha bor. Qolganlar ishlab bo'lmasa ham. Chunki eng tez bo'ladigan bizani promisimiz tugadi va xato bilan tugadi. Shuning uchun oldda sirasi bizga xatoni chiqarib berdi. Endi keyingi esa promise raise. Raise qanaqa? Birinchi bajarilgan promise natijasini qaytaradi. Qaysi biri tez bajarilsa o'shani qaytaradi. Misol uchun 3 ta joyga so'rov yuboryapmiz. Birinchisi, ya'ni birinchi server bizga 5 sekundda qaytaradi, ikkinchi server 3 sekundda qaytaradi, to'rtinchi serverimiz 6 sekundda qaytaradi. Lekin hammasi bir xil datani qaytaradi. Qaysi server tez ishlab tursa, o'shanda ma'lumotni olib, biz ham tez chiqarib olishimiz kerak. Shu holatda race'ni ishlatsak bo'ladi. Ya'ni mashqga race deb yozaman, bo'ldi. Hech narsasi o'zgarmaydi. Race ni ishlatish ham bizga ancha tezlikni olib kelib beradi. Endi ko'ramiz. Node index.js success uchinchi o'zgaruvchi biz xohlagan datani ushlab turmaydi. Bunda nima bo'ldi? 3tasiga 3ta promiseni oldi. Qaysi birini javobi birinchi qaytsa, bo'ldi, o'shanikini oldi. U reject mi, resolve mi, uni farqi yo'q ekan race'ga. Ya'ni misol uchun mana bunda reject edi. Lekin mana bu yoqda cache ushlab oldi, faqatgina shuni o'zini qaytardi. Endi misol uchun buni true qilamizda. Endi qanaqa bo'ladi? True da ham 3-promise muvaffaqiyatli deb chiqardi. Ya'ni qaysi bir birinchi bo'lsa, xoh true bo'lsin, ya'ni xoh fulfilled bo'lsin, xoh rejected bo'lsin, o'shani birinchi bizga qaytaradi. Race'da. Keyingisi bor. All settled. Barcha promislarni natijasidan qat'iy nazar kutadi. Buni endi ko'ramiz. Bu qanaqa ishlar ekan? All settled. Node index.js. Uchalasini ham qaytardi, faqat bu sal boshqacharoq qaytardi. Allga qaraganda. Allda qanaqa edi? Faqatgina true qaytganlarni, ya'ni chiqarardi. Ya'ni fulfilled bo'lganlarini array holatda, string holatda chiqardi. Bizga qiymatlarni. Bu bo'lsa obyekt holatda qaytaryapti statusi bilan. Statusi fulfilled, valuesi bunaqadir. Endi misol uchun bittasini reject qilib ko'ramiz. Misol uchun buni false qilaman. Ishlataman. Old qanaqa bo'lardi? Faqatgina reject bo'lgani o'zi chiqarilardi. Lekin bunda boshqacha. Hammasini chiqaradi. Fulfilled bo'lganlar boshqa joy turibdi, ya'ni statusi fulfilled bo'lib turibdi. Reject bo'lganlarnikini esa statusi rejected bo'lib turibdi. Valuelari fulfilledda value bo'lib chiqyapti. Rejectedda reason bo'lib chiqyapti ko'rayotgan bo'lsak. Mana shu holatda bizga chiroyli formatda chiqarib berar ekan all settled. Hammasini javobini kutadi va oxirida bitta qilib chiqaradi. Bu ham foyda beradi. Endi any bor bizda. Birinchi resolve bo'lgan promiseni qaytaradi. Mana endi uni any bosaman va ko'ramiz. Birinchi promise muvaffaqiyatli. Bu 500 da reject bo'lib ketdi. Buni olmadi. Bu bo'lsa 2 sekundda resolve bo'ldi, shuning uchun oldi. Agar buni vaqt cho'zilib ketganda buni olardi. Chunki bu 3 sekund tugaydi. 3 sekunddan cho'zilib ketsa bu agar. Mana shu holatda ishlaydi. Ya'ni raise va any bir-biriga o'xshash. Any da faqatgina resolve bo'lganini olib beradi. Raise da bo'lsa farqi yo'q.
U resolve bo'ladimi, ya'ni fulfilled bo'ladimi, rejected bo'ladimi, uni farqi yo'q. Mana shu holatda ishlatsak bo'ladi. Promise ending. Promise statementlarini ko'rib chiqdik. Bu asosiylar edi. Va intervyularda ham bular so'raladi. Ya'ni promise mavzusi aniq bo'ladi. Ya'ni intervyularda. Bularga yaxshi tayyorlanish kerak bo'ladi. Endi bizda yana bitta mavzuyimiz bor. Shu promise, asinxron mavzulariga oid degan bo'ladi. Event loop. Hop, JavaScriptda event loop hodisalarni boshqaradigan JavaScript kodlarimizni qanday ketma-ketlikda ishlashini aniqlab beradigan mexanizm. Hop. Bu nima degani? JavaScript o'zi one thread, ya'ni bitta threadli. Ya'ni kodlarimiz tepadan pastga ishlaydi va hech qaysi bir-biridan oldin ishlab ketmaydi. Ya'ni asinxron bo'lmasa, hamma sinxron bo'lsa ketma-ketlikda ishlaydi. Ya'ni ikkitasi bir vaqtda o'zida ishlab ketishi mumkin emas. Chunki bizdagi JavaScript one thread. Lekin uni multi thread qilish imkoniyati bor, lekin uni hozir o'tmaymiz. Hozir event loopni o'zini ko'rib o'tamiz. Event loop aytib o'tilgandek hodisalarni, ya'ni kodlarimizni boshqaradigan, ya'ni ketma-ketligini aniqlab beradigan mexanizm hisoblanadi. Event loopni o'zini qismlari bor. Ya'ni event loopni o'zi ham nechta qismdan tashkil topgan hisoblanadi. Call stack. Call stackni ko'rgandik, ya'ni heapdan va stackdan tashkil topadi. Bu call stack nima qilib beradi? Barcha kodlarimiz shuning ichida bajariladi. Ya'ni kodlarimizni bajarib beradigan mexanizm bu. Event loop. Event loop call stackga ishlarni bo'lib beradi. Ya'ni birinchi buni bajar, keyin buni bajar, keyin buni bajar. Misol uchun mana bu holatda 500, 3000, 2000 turibdi. Shu holatda birinchi 500 bajarilganini mana shu call event loop eshitib turadi va 500 ligini 500 tugadi. Call stack ishlatib yubor deydi, call stackga tashiydi. Mana shu kodimizni. Keyin call stack ishlatib yuboradi. Callback queue nima? Callback queue navbat. Navbar deb yozib qo'yaman, navbat. Ya'ni kodlarimiz ketma-ketligi shu yerda turadi. Event loop shu yerdan saralab ketma-ketlikda vazifalarni olib call stackga tashiydi. Ya'ni mana shu 3 tasi ham, ya'ni asinxron vazifalarimiz shu yoqqa tushadi, ya'ni queue'ga tushadi. Ya'ni ketma-ketligini aniqlab olish kerak-ku. Misol uchun 500 ligi birinchi bajarilsa birinchi turadi. 3000 ligi keyin oxirida bajariladi, 2000 ligi keyin bajariladi. Shunaqa ketma-ketligi mavjud bo'ladi ham, ya'ni navbatda turadi. Endi bu navbatda turganlarning ham ikki turi mavjud ekan. Microtask queue, promise'li, macrotask queue bu o'tgan safar ko'rib o'tdik, timerlarimiz yoki DOM bilan ishlaydigan, misol uchun button 10 klik bosgandagi o'sha narsani ham mana shu macrotask queue'da turadi. Ya'ni web API ga bog'liq narsalar. Buni yana ko'rib o'tamiz macrotask queue'ni. Endi amaliy ko'rib o'tsak bilan. Bu visualizerda ko'rishdan oldin o'zimiz ko'ramiz mana shu yerda. Misol uchun bizda xuddi mana shu set timeoutni bu yoqqa qo'yaman. Bularni o'chirib tashlay hammasini, hech narsa kerak emas. Console logga 1 yozaman. 1 console logga 2 yozaman. 2 yozaman. Set timeout ochaman. Console logga 3 yozaman. Yozaman. Bu misol uchun 500 sekunddan keyin bajarilsin. Yo'q, 500 sekund emas, 0. Ya'ni sraz bajarilsin. Keyin bu yoqqa promise yozaman. Promise resolve. Sen resolve ga to'g'ri yozaman. Then shunday bu yoqqa data keladi, datani console logga chiqarib yuborsin. Console log data.
Hop, bu ketdi. Yana bitta set timeout ochaman. 5 bo'lsin. Endi result emas, reject ochaman. Bu 6 bo'ladi. Bu yoqqa o'z holatda ketadi. Men kech yozsam to'g'ri bo'ladi. Va bu yoqqa yana bitta console log ochaman va 7 bo'ladi. Endi bular qanaqa ketma-ketlikda bajarilishi menga emas, event loopni o'ziga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni event loop boshqaradi mana shular qanaqa ketma-ketlikda bajarilishini. Hozir ko'ramiz qanaqa ketma-ketlikda bajarilar ekan. Node index.js 1 bajarildi, 2 bajarildi. Keyin 7 bajarildi. Keyin 4 bajarildi. Keyin 3 bajarildi. Mana 3. Keyin bo'lsa 5 bajarildi. Mana bu yerda result qilganimni ketish olmagan. Buni reject qilaylik. Yanada yaxshiroq ko'ramiz. Clear 1 2 7. Bu uchalasi sinxron operatsiyalar. Endi bizga 4 chiqdi, 6 chiqdi. 4 bilan 6 promiselar. Bular ham asinxron vazifalar hisoblanadi. 3 bilan 5. 3 bilan 5 ham timerlar, bular ham asinxron vazifalar hisoblanadi. Nega? Set timeout birinchida turibdi, lekin promise bajarilmadi. Qolganlari o'zi tushunarli. Sinxronlar birinchi bajariladi, asinxronlar keyin ketma-ketlikda bajarilishi kerak edi. Lekin nega unaqa bo'lmadi? Set timeout birinchi bajarilmadi promisedan oldin. Chunki biz ko'rganimizdek callback queue da ikki xil turdagi navbat mavjud. Microtask queue, macrotask queue. Microtask queue'da promise turadi, macrotask queue'da web API ga bog'liq narsalar turadi. Ya'ni set timeout ham web API ga bog'liq, set interval ham. Endi bu ikkalasini o'zini prioriteti mavjud. Ya'ni event loop queue'dan vazifalarni olayotganda birinchi bo'lib microtask queue'ga qaraydi. Senda vazifa bormi deydi. Bo'lsa birinchi mashinikini oladi. Makronikini emas. Birinchi microtask queue'nikini tugatadi. Hech qanaqa vazifasi qolmasa, keyin macrotask queue'ga o'tib ishlatishni boshlaydi. Mana shu joyda farq qiladi. Sinxronlar bo'lsa farqi yo'q. Sinxronlar o'z joyida ishlab ketadi. Ya'ni asinxronlardan avval ishlaydi ular. Endi amaliy ko'ramiz deganimni visualizerda ham ko'rib o'tamiz, bu yoqda ham ko'rib o'tdik o'zi amaliy. Endi bu yoqda bu oldingi safar yozganimiz kerak emas menga. Task va microtaskni tushunish. Bu yerda hozir event loop turibdi. Task queue va microtask queue'miz mavjud bizda. Call stack mavjud, event loop mavjud. Event loop vazifalarni olib call stackga tashlaydi. Call stack bo'lsa ishlatib beradi. Microtask queue'da nima turadi dedik? Yozib qo'yilgan promiselar. Task queue deb yozib qo'yilgan o'zi bu macrotask queue. Bu yerda bo'lsa web API ga bog'liq. Misol uchun set timeout turadi. Endi ishlatamiz. Bu yerda set timeout mavjud va bu yerda promise mavjud. Run qilaman. Event loop ishlayapti. Tushdi. Ya'ni set timeout birinchi tushdi bu yoqqa. Makroga. Yana bitta step bosaman, microtask queue'ga tushdi. Bo'ldi, endi qaysi birini ishlatib olish kerak event loop topib. Mana call stackga birinchi microtaskni tushirib yubordi. Task queue birinchi kirganiga qaramay. Ishlatdi, call stackdan chiqarib yubordi, promise ishlatib bo'lib. Endi keyin task queue'ni mana call stackga tashladi, keyin buni ishlatyapti. Mana shu holatda ishlaydi task va microtask queue. Endi bu yoqqa event loop yozaylik. Event loop kartinka. Bu yoqda mana ham bor. Misol uchun bu yerda microtask queue'da
fetch deb yozib qo'ygan, bu promise deb olsak, set timeout bor, bu yoqda macro task queue da turibdi. Fetchni keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Bu DOM mavzularida o'tamiz bularni. Hop. Mana call stackni o'zi qanaqa tashkil topadi? Memory heap va call stack. Memory heapda obyektlarimiz turadi. Bu esingizda bo'lishi kerak. Albatta. Hop. Gifligi mavjud edi mana shu yerda. Mana event loop bu yerda task queue'ga qarab turadi. Task queue'da ma'lumotlarni olib, ya'ni kodlarni olib, stackga tashiydi. Stack bo'lsa, ularni ishlatib chiqarib yuboradi. Hop. Yana qaysini ko'rsak bo'ladi? JS Engine. Bu hozircha bizga taalluqli emas. Hop, bu yerda ham xuddi shuni ko'rsatyapti. Bu yerda callback queue'da bizning ma'lumotlarimiz bor. Event loop ishlab turibdi. Bu yerdan ma'lumotni olib, call stackga tashlayapti va ishlatib yuboryapti call stack buni. Menimcha shuni o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham ko'rib o'tdik va o'zimiz kod ham yozib ko'rib o'tdik. Sizlarga ham tavsiya beraman, ya'ni set timeout, promise'larni yozib, sinxron operatsiyalarni yozib, o'zingizlar yana bitta tekshirib ko'rishni, ya'ni qaysi bir-birini ishlaydi, shularni ko'rishni. Har doim mikrotaskni birinchi qaraydi event loop. Ya'ni ikkita joyda task queue'da ham, mikrotask queue'da ham bizani hozir qo'yaylik. Mana ikkita joyda hozir tasklarimiz mavjud. Bu macro task queue, bu micro task queue. Bu yoqda A va bu yoqda B turibdi. Call stackimiz bo'sh. Event loop ishlab turibdi. A yoki B bittasini tashlash kerak call stackga. Bosdi. Mana birinchi bo'lib event loop micro task queue'ni qaradi va call stackga o'sha taskni tashladi. Buni ishlatib yuboradi. Keyin yana micro task queue'ga qaraydi event loop. Agar micro task queue'da vazifa bo'lmasa, task bo'lmasa, macro task queue'dan olib uni ishlatib yuboradi. Ya'ni macro task queue'dagilar web API ga bog'liq, micro task queue'dagilar promise'larga bog'liq bo'ladi. Xo'p. Bugungi o'tadigan mavzularimiz shu, ya'ni event loop va promise mavzularini ko'rib chiqdik. Bular intervyularda tushadigan mavzular hisoblanadi va barcha dasturchilar bilishi kerak bo'ladi.